Assalomu alaykum. Meni ko'rib turgan yaxshilar, yaxshimisizlar? Sog' salomatgina yuribsizlarmi? Ro'zalar bilan qiynalmayapsizlarmi? Men qiynalmayapman, Allohga shukr. Bugun ro'zani 6-yil. Bugun sizlar bilan birgalikda iftorlik uchun judayam mazali va foydali bo'lgan baliq tayyorlaymiz, azizlarim. Bu baliqni meni yoshligimizda otam olib kelib, nimadan, qaylardandir, Haydarko'ldanmi bilmadim, otamni eng yaxshi ko'rgan taomi baliq edi. Judayam tez baliq yerdi. Olib kelardida mana shunaqa baliqni o'zi tozalab, ishonasizlarmi? O'zi tozalab, o'zi tayyorlab, o'zi pishirardi. Umuman hech kimni aralashtirmasdi. Qishloqda bilasizlar, odamlar ko'p bo'ladi, hamsa, xalq, qarindoshlar, u kelishi mumkin, bu kelishi mumkin. Shuning uchun ko'p olib kelardida, qizib turgan yog'ga jazillatib bunaqa kichkina baliqni o'zini savolardi. Men bu yoqqa Turkiyaga kelgandan keyin boshqa usulda o'rgandim. O'sha boshqacha usulda hozir men sizlarga o'rgangan uslubimda tayyorlab ko'rsataman. Bu ham juda ham yaxshi, menga yoqdi. Xohlasangiz bu usulda, xohlasangiz unday qilib qovurib ko'rishingiz mumkin, tayyorlab ko'rishingiz. U meni otam tayyorlagani juda ham yaxshi tarafi nima edi, yana tashqariga o'tinga qilardi. O'tinga tayyorlagan ovqatlar qanaqa shirin bo'ladi? Baliq ham xuddi shunday shirin bo'lardi. Baliq keyin bilasizlar, oqsilga boy, ro'za tutgan odamga juda ham yengil taom, ham nima qiladi, qorinni to'q tutadi, yengil hazm bo'ladi, yurak uchun foydalari juda ham ko'p, organizmni quvvatga to'ldiradi. Shuning uchun iftorlik dasturxonida tez baliq yesangiz, ro'za Ramazon oylarida umuman qiynalmasdan inshaalloh ro'zalarni tutib olasiz. 1 kilogramm baliqda 2-3 kishi to'yadi. Olsangiz yana bu ham nima arzon baliq, unaqa qimmat baliq emas, lekin mazali, shirin. Oldin yaxshilab tozalab, menga endi tozasini olib kelib, tozalab yuvamiz. Mana shunaqa qilib yuvganimizdan keyin mana shunaqa setkangiz bo'lsa juda ham oson. 15-20 daqiqa setkada nima qilasiz? Suvda sirg'ib ketguncha, lekin kutib turasizda. Mana shunaqa qilib 3-4 marta yuvib olasiz. Mana bunaqa qon-ponlari chiqib ketishi kerak. Chunki ular suv berayotganda qonlari bo'ladi-da, qon aralashgan bo'ladi. Shuning uchun yaxshilab mana shunaqa qilib yuvib olasiz. Agar xohlasangiz buni ichiga piyoz, sarimsoq solib qo'ysangiz ham bo'ladi. Limon solib dimlab qo'ysangiz bo'laveradi, bemalol. Unday qilsangiz mazasi boshqacha bo'ladi. Buni esa oddiygina unga shuni bo'layman deb pishiraman. Ichiga albatta tuz solasiz. Hozir tuz olib kelaman, tuz solaman. Tuz solsangiz, tuz ichiga singib, baliqning ichiga baliq tuzli bo'lib qoladi. Mana yaxshilab balig'ingizga yarasha nima qilasiz? Tabga ko'ra tuz solasiz albatta. Keyin buni aralashtirib qo'yasiz. Yaxshilab aralashtirsangiz, keyin 20 daqiqa, mana shunday 20 daqiqami, 30 daqiqami farqi yo'q, kutib tursangiz, mana bu suvlar yaxshilab sirg'ib ketgandan keyin nima bo'ladi? Unga aralashtirganingizda nima qilmaydi-da. Mana yaxshilab tuzni aralashtirib qo'ydim. Ana endi mana 15-20 daqiqa mana shunday kutib turasiz. U 15-20 daqiqa ichida siz unlarini tayyorlab olasiz. Uni ichiga ham xohlasangiz qora murch, qalampir, nima deydi, tuz solsangiz bo'ladi. Men solmadim, chunki biz uyimizdagilar tuzni oz yeydi. Mana bunaqa patnisni kattarog'i bo'lsa, o'zingizga qulayroq, yaxshiroq bo'ladi. Buni ichiga un ag'darib olasiz. Mana men un ag'darib oldim. Mana shuncha un qo'ydim. Bu un bemalol yetadi. Agar ortib qolsa, bironta alohida idishga olib qo'ysangiz, keyingi baliq tayyorlaganingizda yana bir ishlasangiz bo'laveradi. Juda ham qulay. Mana endi baliqlarimizni mana shunaqa ag'daramizda, endi bularni yaxshilab aralashtiramiz bir-biriga. Aralashtirganingizdan keyin bular juda ham bo'ladi. Unda nima desam, un yopishib qoladi-da bularga. Mana shunday biron donasi qolmaydi, hammasini yaxshilab aralashtirib olasiz. Shuncha mana qo'limda asrab avaylaganim, yana baribir biladim qo'limda. Ana endi bironta alohida idishga yog'ni qizdirib olasiz. Yog'ingiz qancha bo'lsa, qizisa jazillab chiroyli pishadi. Bu nima-ku, kichkina baliq bo'lgani uchun tez pishib ketadi. Ichi juda ham tez pishadi. Birinchisini pishirganda nima qilasiz? Baland olovda, keyingilarini o'rta olovda pishirsangiz bo'laveradi. Yo'q, qizib ketgancha men birinchi boshini baland olovdan nima qilaman? Chunki yog'im qizish kerak. Qizimasa bo'lmaydi. Ana
Tavani qo'ydim, endi yog' solaman. Albatta buni tayyorlab ko'ringlar. Bu usulda tayyorlab ko'ringlar. Siz bu usulda tayyorlamasangiz agar, bu usul juda ham, nima desam, ham oson, ham qulay, ham mazali chiqadi. Maza qilib yeysiz. Uydagilarga iftorlikka juda ham mazali narsa. Ana yog' soldim. Yog'ni qanaqasidan foydalanishingizni farqi yo'q. Xohlasangiz simchka yog', xohlasangiz zaytun yog', farqi yo'q. Uyingizda paxta yog' bo'lsa, paxta yog', qanaqa yog' bo'lsa, yog' solib, yog'dan xohlagan yog'ingizdan foydalansangiz bo'ladi. Ana endi sizlar oldinga yaqinlashtirib olay buni. Chunki men buni mana bunaqa 3 tasini bitta qilib birlashtiraman. Mana balig'imni dumchalarini birlashtirib olaman mana shunday qilib. Qaranglar, mana shunday qilib mana. Bu hozir nam-ku. Ana xamir bir-biriga yopishib qoladi-da. Xamir bo'lib qolgan ana unlar endi. Balig'imiz nam bo'lgani uchun mana shunday qilib 3 tasini birlashtirib chiqsalaring yopishib qoladi-da. Ana pishganda ham uchalasi birgalikda pishaveradi. Juda ham ajoyib, antiqa, chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Buni nima deydi? Ro'za Ramazon oyi bilasizlar, sovuq qilsa yaxshi. Shuning uchun buni tayyorlagandan keyin dugonangizmi, qo'shningizmi, biron yaqiningizni chaqiringda, o'tirib birgalikda yeng, juda ham mazza ketadi. Bu orada pomidordan souslar tayyorlab qo'ysangiz ham bo'laveradi. Sousga botirib yeysiz, sarimsoqlar ichiga solib, u ham juda ham mazali chiqadi. Mana shunday qilib yopishtirib qo'yaverasiz. Uchta bu. Mana juda ham ajoyib pishadi. Pishganda bu juda ham pishirishga ham qulay, ham olib qo'yganingizda tarelkada juda ham chiroyli turadi. Biron marakalarga ham, misol uchun, ertaga biron maraka qilyapsiz, bugun mana shunaqa qilib pishirib, ustidagi bilan o'rab qo'ysangiz ham bo'laveradi. Ertasi kuni xohlasangiz mikrovolnovkada isitib berasiz. Xohlasangiz ba'zilar sovuq baliqni yeyishni yaxshi ko'radi. Misol uchun shulardan bittasi mana men. Baliqni bugun pishirib, ertaga yeyishni yaxshi ko'raman. Sovuqni bilmayman nimaga. Shunaqa qilib yeysangiz ham bo'laveradi. Agar misol uchun mehmon chaqirganingizda, mehmon chaqirgan vaqtda agar pishiraman desangiz, hamma joy baliqni hidi, ba'zilarga yoqmaydi, ko'ngilni aynitishi mumkin. Shuning uchun aytyapman-da, bir kun oldin tayyorlab qo'ysangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Birinchidan anavi qulay. Agar mana bu bitta ikkita mehmon bo'layotgan bo'lsa, kelgandan keyin oshxonangizga o'tirib qo'yib, gapni berib, buni tayyorlab bersangiz, issiq yeganga yetmaydi, sviji mazza qilib yeydi-da, ular ham o'rganadi. Sizni qilganingizni ko'rib qoyil qoladi. Bu orada unga men hech narsa aralashtirmadim. Bu unda ichiga tuz, qalampir, murch aralashtirsangiz bo'laveradi. Endi mana bittasini solib ko'ramiz. Menimcha yog'im qizidi, adashmasam. Ana, qizibdi. Vijilladimi, qizgan bo'ladi mana. Endi bismillahirrohmanirrohim deb olovni nima qildim, pasaytirdim. Endi pishirib olamiz mana shunday qilib. Azizlarim, albatta pishirib ko'ring. Nima oti? Ro'za oylari ayniqsa tez baliq yegan yaxshi. Keyin homilador xotinlarim baliqni tez yegani yaxshi. Chunki baliqda juda ham foydalari ko'p, oqsil ko'p, buni hamma biladi. Shuning uchun maslahatim baliqni ko'p yeganingiz ma'qulroq. Immunitetingiz pasayib ketmaydi. Ana. Qaranglar qanaqa bo'ldi. Endi bu pishgandan keyin shunaqa ham chiroyli bo'ladi. Idishingizga joylashgancha mana shunday qilib qo'yasiz. Mana. Endi buni hamma tarafini qizartirib olamizda, bironta idish olib, idishga terib chiqamiz buni. 3 qilib. Keyin yana bitta narsa, baliq tayyorlaganda, baliq yeganda tayyorlaganda emas, nima ko'pchilik buni biladi, ko'pchilik e'tibor qilmaydi, sutli mahsulot yeyilmaydi. Do'stlarim, shuni ham eslatib o'tayin. Kofe ichmay turasiz, yana sutli mahsulot nima deydi, qattiq, tvorog, sir yemay turganingiz ma'qulroq. Men o'zim ham endi nima qildim, shunaqa deb eshitdim. Baliqlarim mana shunaqa chiqdi. Buni qizartirib olsangiz, agar qizilroq qilsangiz juda ham qarsildoq bo'ladi, yeyishga juda ham yaxshi bo'ladi. Men uncha qizil qilmadim, chunki bilasizlar, meni kampirim mana shunaqa yeyishni xohlaydi-da, xullas qalam. Agar qip-qizil qilsam ham uni ham yeydi, uni ham yaxshi ko'rib yeydi-yu, buni yaxshiroq yeydi. Shuning uchun mana shunaqa qilib uncha qizartirib olmayman. Oxirida o'zim uchun bir 2-3 tasini qarsildoq qilaman. Qarsillatib yeyish uchun ham tuzini ko'proq qilaman.
tuzligini sho'rtakkina qilib yeyish uchun. Salat nonlarni yoniga qo'yib, chiroyli qilib zelinlarni yoniga qo'yib, bu orada zelinlarni tayyorladim, salatlar tayyorladim, balig'im qizargancha. Bularni hammasi pishib chiqqancha o'rta olovda pishirganim uchun orada vaqt qoldi. Shuning uchun shunaqa qildim. Endi sabr qilib tursak, og'iz ochar vaqtiga mazza qilib yeymiz inshaalloh. Nasib qilsa. Agar siz ham Ramazonga qanaqadir taomlar tayyorlagan bo'lsangiz, shirinliklarmi tayyorlagan bo'lsangiz, o'zingiz qo'lingiz bilan albatta kommentariyaga yozib keting. Men shunaqalar tayyorladim deb. Mana shunday qilib terib chiqasiz. Qarang, nima qilib oldim. Buni tagiga o'zi salfetka to'shashim kerak edi. Salfetkamiz tugab qolgan edi. Mana shunaqa salat tayyorladim. Bu oddiygina sabziga zelinlarni aralashtirib qo'yasiz. Mana bunisiga qalampir solib aralashtirib qo'yganman. Keyin xohlagan yashilligingizni qo'yib yeyishingiz mumkin. Bu tovuqni go'shtidan salat tayyorladim. Mana tayyorlagan baliqlarim. Buni orasidan ozginasini oldim. Bu hammasi emas, uni qip-qizil qilib tayyorlaganman. Mana hammasi tayyor bo'ldi. Salatlarim, zelinlarim, yana bitta tovuq salatim ham, tovuq go'shtini qaynatgan edim, hech kim yemagan edi. Shuni go'shtidan hozir o'tirdimda shabba salat tayyorlab qo'ydim. Ana azizlarim, bugungi nimam tayyor. Taomim ro'za Ramazonlaringizda hammani kim tutgan bo'lsa ro'zalaringizda Allohim qabul qilsin. Menga albatta obuna bo'lib qo'ying. Meni mana shu yergacha ko'rganlaringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarimgacha Allohimga omonatsiz sog' salomat bo'lasiz. Ana endi iftorlik bismillahirrohmanirrohim deb balig'imga albatta baho berib keting. Agar 5 4 yoki 3 2 1 bo'lganda necha baho berardingiz? Ishoning, 1 bersangiz ham umuman xafa bo'lmayman, chunki men oshpaz emasman. Oshpazlar xafa bo'lsa bo'ladi. Xafa bo'lmanglar, men shu videomda juda ham cho'zib yubordim. Nimaga cho'zganimni ham gapirib beray, chunki o'zim ba'zi paytlar ana shunaqa hangoma qilib o'tirgan videolarni yaxshi ko'raman, eshitkim keladi, lekin ba'zilar 2 minut, 3 minut, 1 minut video oladi-ku. Ana shu videolar qo'yamanda uzoqroq video izlayman. Menga o'xshaganlar balki bordir deb o'yladim. Allohga omonatsiz. Tayyorlaganlarga yoqimli ishtaha.